Kimyo noldan to'plami birinchi mavzu, ya'ni birinchi temamiz, birinchi test. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri elementga xos deydi. Demak, to'mindagi xassiyatlardan qaysi biri elementga tegishli deb so'ragan. A varianti. Zishlik. Zishlik bu moddaga xos xususiyat, ya'ni zat qatan xassiyat hisoblanadi. So'ng shuni A varianti qat'iy deymiz. B varianti rang deydi. Rang bu moddaga xos xususiyat, ya'ni zat qatan xassiyat. Demak, bu variantdan qat'iy deymiz. C variant. Davr raqami. Davr raqami bu elementga tang xassiyat, ya'ni elementga xos xususiyat hisoblanadi. So'ng uchun C variantni biz belgilaymiz kerak. D variant. Agregat holat deydi. Agregat holatda bu moddaga tang xassiyat deb aytsak bo'ladi. Ya'ni xususiyat deb aytsak bo'ladi. So'ng uchun agregat holatda mushib tastaymiz. Demak, ikkinchi so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri degan elementga xos deb so'ragan. Demak, elektromanfiylik bu elementga xos, ya'ni elementga tang xassiyat. Kimyoviy bog' deydi. Kimyoviy bog' bu molekulalar orasida bo'ladi desak bo'ladi. Demak, bu qat'iy shakl, ya'ni forma. Bu aniq shakl va hajmga ega. Bu diniy betkida sathada jahm, ya'ni moddaga. Hajm bilan moddaga tegishli. Demak, bu yerda elektromanfiylik degan javob olsak bo'ladi. A variant to'g'ri. Demak, 3-so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri elementga xos deb so'rabdi. Ionlanish energiyasi deganimiz bu elementga xos xususiyat, ya'ni elementga tang xassiyat bo'ladi. Tak, tortishish, itarilish, bog'lanish deganlar bu molekulalarda bo'ladi. Demak, bular xato. Demak, 4-so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri elementga xos deb so'ragan. Demak, jar tipdagi so'rovlardan ekan. Yadro zaryadi deganimiz bu yerda to'g'ri bo'ladi. Yaltiroqlik bu sotqa, cho'ziluvchanlik xato, hajm ham sotqa. Demak, 5-so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri atomga xos deb so'ragan. Demak, rang deganimiz bu moddaga tegishli, ya'ni zatga tegishli. Harakatlanish bu atomga tegishli desak bo'ladi. Asoslik, kislotalik xususiyatlar bu zatlarga tegishli, ya'ni moddalarga. Demak, 6-so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri atomga xos deb so'ragan. Bog'lanuvchanlik deganimiz bu moddaga, rang deganimiz ham modda, shakl, hajm moddaga qarab ketadi. Yadro zaryadi. Yadro zaryadi bu atomga tegishli, ya'ni protonlar soni teng bo'ladi yadro zaryadga degan qoidaga to'g'ri keladi. Yadro zaryadi bu atomning ishida bo'ladi. Demak, 7-so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi bir atomga xos degan. Protonlar soni. Protonlar soni bu protonlar soni, neytronlar soni desa, bo'lmasa yadro zaryadi, elektronlar soni desa, bu atomga tang xassiyat bo'ladi. Endi cho'ziluvchanlik, agregat holat, yaltiroqlik desa, bular jism, modda, ya'ni diniy zat yaxlitlarga tegishli bo'ladi. Demak, 8-so'rov aytib o'tiribdi bizlarga. Quyidagi xususiyatlardan qaysi bir atomga xos deb so'ragan. Elektr o'tkazuvchanlik, bog'lanuvchanlik, kimyoviy bog' deydi. Bular moddalarga tegishli bo'lishi kerak. Atomga bo'lsa elektronlar soni degan javobni belgilaymiz kerak bo'ladi, konkret javobni. 9-so'rov. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri molekulaga xos deb so'ragan. Demak, harakatlanish degan javobni olamiz. Bu yerda molekulalar harakatlanadi. Demak, atrofimizda harakatlanayotgan molekulalar ko'zga tashlanmasa-da harakatlanadi. Endi yadro zaryadi deganimiz bu atomga tegishli, rang deganimiz bu
moddaga, ya'ni zatga tegishli. Agregat holat deganimiz ham bu moddaga, ya'ni zatga tegishli. Demak, 10-so'rov quyidagi xususiyatlardan qaysi biri molekulaga xos deb so'ragan. Elektromanfiylik bu atomga tegishli. Demak, bu xato. Kimyoviy bog' bu molekulaga tegishli. Yadro zaryadi atomga tegishli bo'ladi. Agregat holat deganimiz bu moddaga tegishli. Demak, bu xato ekan. Shu bu bo'ladi ekan. 11-so'rov quyidagi xususiyatlardan qaysi biri molekulaga xos deb so'ragan. Rang deganimiz bu moddaga, ya'ni zatga tegishli. Qat'iy zichlik bu moddaga tegishli. Qat'iy tortishish, itarilish kuchlari bu molekulaga tanqasid deb olsak bo'ladi. Davr raqami deganimiz bu elementga, ya'ni atom betga qarasa ham bo'ladi. Yo'q, asosiy elementga qaraladi bu. 12-so'rov aytib turibdi bizlarga quyidagi xususiyatlardan qaysi biri molekulaga xos deb so'ragan. A variantda elektromanfiylik deganimiz bu atom betga tegishli bo'ladi. Itarilish degan javob to'g'ri bo'ladi. Endi sublimatsiyalanuv, kondensatsiyalanuv deganlarimiz bu moddaga tegishli moddalar qasiyati. Demak, javob bu bo'ladi ekan bu yerda. Shunday javob so'rov tushib qolsa, bu variantni belgilaymiz kerak. Agar bizda molekulani so'rayotgan bo'lsa. 13-so'rov quyidagi xususiyatlardan qaysi biri moddaga xos deb so'ragan. Demak, agregat holat moddaga xos xususiyat, yadro zaryad atomga, elektromanfiylik bilan atomga, davr raqami elementga tegishli deymiz. Demak, 14-so'rov quyidagi xususiyatlardan qaysi biri moddaga xos deb so'ragan. Demak, hajm aniq shakl va hajmga ega bo'lgan zotlar, bular jismlar. Demak, so'ngni olmaymiz. Hajmda shakl deganda ma'lumlaymiz. Zichlik deganda esa bu yerda to'g'ri bo'ladi. Yadro zaryad endi bu yerda atomga tegishli. Quyidagi xususiyatlardan dedi qaysi biri moddaga xos deb so'ragan. Endi bog'lanuvchanlik, elektronga moyillik, davr raqami, yadro zaryadi deganlarda javoblar keltirilgan. Bilamiz, davr raqami bizlar elementga tegishli ekanligini, yadro zaryadi atomga tegishli ekanligini bilamiz. Endi elektronga moyillik degani bor. Ikki variant qoldi. Demak, bog'lanuvchanlik bilan elektronga moyillik deymiz. Biz bog'lanuvchanlik degan olamiz. Zotlarning o'rtasida balans qasiyati bor. Endi yerda elektronga moyillik deganimiz elektron beruv emas, ol haqida gap ketyapti-da bu yerda. Demak, 16-so'rov quyidagi xususiyatlardan qaysi biri moddaga xos deb so'ragan. Demak, bizlar belgilaymiz kerak sublimatsiyani. Sublimatsiya deganimiz qattiq joqdaydan to'g'ridan to'g'ri gaz joqdayga o'tib ketsa, bu sublimatsiya deyiladi. Elektron pog'onacha degan yerda elektron pog'onacha bo'lsa, elementga, yadro zaryadi atomga, davr raqami elementga tegishli desak, xullas bular xato variant. Demak, javob A bo'ladi ekan. Demak, 17-so'rov quyidagi xususiyatlardan qaysi biri jismga xos deb so'ragan. Demak, jismda aniq va shakl, aniq hajm, ya'ni ko'lam bilan formaga ega bo'lishi kerak-da ular.
ya'ni shaklga. Shakl deganimiz forma degan xalq boshida. Kislotalik, asoslik deganlarimiz bu zatga, ya'ni moddaga deysizlar. Davriy xossa. Bular jismga tam bo'la olmaydi. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri jismga xos degan. Demak, hajm degan dalolat beradi. Ya'ni ko'lam deganda bu hajm degan. O'qituvchilik, dissotsiatsiyalanish, qaytaruvchanlik deganlar vat olmaymiz. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri jismga xos deb so'ragan. Lekin jism, ya'ni deni aniq bir formaga, ya'ni shakliga, aniq bir ko'lamga, ya'ni hajmga, aniq bir massaga ega bo'lishi kerak. Demak, bu yerda massani belgilaymiz. Davr raqam, element, guruh raqam, element, asoslik, modda. 20-so'rov. Demak, quyidagi xususiyatlardan qaysi biri jismga xos deb so'ragan. Aniq hajm, ya'ni ko'lam. Oksidlanuvchilik, yadro zaryadi deydi atomga. Demak, A variant to'g'ri bo'ladi ekan.